Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, qadrli kuzatuvchilar. Elektronli benzinli skuter 3 oyli Matrol desam, xudo xolasa ularni mana bunday turdagi pavorotlarni qisqacha bir video obzorini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor do'stlar. Ko'rib turganingizdek 3 oylik o'sha elektronli benzinlik murabiy deslammi, o'shalarda pavorotlari, hattoki mana passajirli skuterlarda 3 oyli passajirliklarda pavorotlar ham bor. Hozir ko'p skuterlar mana shunday turdagi pavorotdan bo'lib chiqadi. Bundan ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Juda mashhur o'sha Redline skuterda pavorot hisoblanadi. Bundan ham bor. Yangilik, ya'ni tuning ishqibozlar uchun mana shunday turdagi ajoyib ko'rinishga ega pavorotlardan ham kelgan. Hattoki mana bunday turdagi lazerlik, ya'ni buni yaqqaningizda yerga ham tushib turadi lazeri. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana bunda ham mana orqa tomonda lazerlari bor. Bunisida ham mana. Bu ham yangilik yonishlari. Kimga qaysi turdagi zapchast deslammi, pavorot deslammi kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari mana qo'shimcha led chiroqlar. Lupali desanglar lupali, ya'ni oddiy desanglar oddiy, hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bundan tashqari mana bunday turdagi yangilik qo'shimcha ledlardan ham kelgan. Bu prosta haligi patpanli gabarit yonish chirog'i hisoblanadi. Mana o'z aslida yonishi. Mana bunday megalkasi ham bor. Kimga qaysi turdagi zapchastlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. O'zimizning manzil Andijon viloyati Shahrixon tumanining markaziy futbol stadioni yonida. Kelamiz deganlar uchun lokatsiyalarimiz bor.